Aybek Kırgızbayev, Alisher Mamat Isaoğlu, Daniel Isayev, Javohir Sofiyev, Jamoa sardori Yanizbek Sadiroğlu. Endi O'zbekiston jamoasini davraga taklif qilamiz. Muhammadiyor Mirzabahromov. Shavkatbek Shokirov. Sardor Xo'jayevni kutib olamiz. Sheroz Eraliyev marhamat. Muhammadamin Xoltoboyev, jamoa sardori Azizbek Teshaboyev, qadrli do'stlar, tayyor bo'lsangiz, brending qoidalarini bilasizlarmi? Qirg'izistonlik muxlislar, ishtirokchilar, brending qoidalari. Vaqt ketdi, knopka bosiladi. Vaqt ketidan oldin bo'lsa past start bo'ladi. Buni sizlar ham bilasizlar, bular ham bilar ekan mana. O'shaning uchun knopkadagi odam juda ehtiyot bo'lib o'tirsin. Vaqt ketdi demak uchun knopka bosmanglar. O'zbekchasida. Sizlar vaqt ketdi deyishingiz kerak. Vaqt nima? Minutda ketdi deysizmi, nima desangiz? Vaqt deyish bilan bosilish kerak. Xo'p, tayyormizmi o'rtoqlar? Qarsaylar bilan olqishlaymiz. Birinchi savol. Amerika xalq maqolida ayol u bilan imtihon qilinadi degan gap bor. Qirim Oltinbek tomonidan Toksay bir qo'rg'onidan topilgan arxeologik topilmadagi ayol ham u nomini olgan. Savol, uni bir so'zda toping, vaqt ketdi. Marhamat O'zbekiston, mikrofonda bo'lish kerak oldinglarda. Javob. Homila. Homila noto'g'ri javob. 20 soniya sizlarda o'ylashga vaqt bor. Bosildi, marhamat. Qirg'iziya Kirgiz Respublikasi jamoasi Javohir Sofiyev cho'dir. Marhamat Javohir. Balkim mehmon. Mehmon? To'g'ri javob. Amerika xalq maqolida oltin olov bilan, ayol oltin bilan, erkak ayol bilan imtihon qilinadi degan. Bu savolning javobi oltin edi. Oltin. Talatbek. Marhamat. Rahmat. Keyingi so'rov. Chiqarmalarning birinde 3 turli kuzgi daraxt emnege solishtiriladi. Vaqt ketdi. Qizil, yashil Qirg'iziston komandasi Turgay Saparbekov. Svetoforla solishtiriladi. Svetoforning tuslarini. To'g'rimi? Javob to'g'ri. Diqqat, 3-chi savol. Hisob 1-0. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi bu qishloq nomi forscha uchjarlik ma'nosini anglatadi. Uchjarlik. 1982-yilgi manbada qahramonlardan biri bu qishloqqa boradigan avtobus vaqtini bahona qilib to'qnashuvdan qochadi. Savol, bu qaysi qishloq? Vaqt ketdi.
Marhamat. Vodiy. Bu qishloq nomi Sijjak. Sijjak bir hisob tenglashdi. Birinin 920 yılların başında Aljer'de Jarandıq soğuş, Grajdanskiy vaydan trofeyleri turguzulgan. Al trofey jeniş döbösü bolgan. Azır emne barekenin udalaş tamgalar menen başlagan iki söz menen tağızlar. Vakt ketdi. Qirg'iziston. Qirg'iziston komandasi qayerdan Erkin Safarboy. Atabeyt. Vaqt var. 20 saniye. 20 sekund var. Marhamat. O'zbekiston komandasi kim javob beradi? Miltiq o'qlari yasalgan. Noto'g'ri. To'g'ri emas javob. Javob to'g'risi Leninning ko'zi mavzoley. Leyla Mavzoley to'g'ri javob. Leyla Mavzoley. Markay chalib turinglar. Chetdagilar. Yerga qolmanglar. Diqqat. 4-chi, 5-chi savol. Germaniyada shifokor ular assotsiatsiyasi mavjud bo'lib, shifokor yana o'rtada bir so'z bor. Assotsiatsiyani nomi mavjud bo'lib, turli o'yinlar orqali o'ta og'ir kasallikka chalingan bolalarga yordam beriladi. Savol u o'rnidagi so'zni toping. Vaqt ketdi. Qirg'iziston. Aybek Qirg'izboyev javob beradi. Marhamat. Masxaraboz. Masxaraboz to'g'ri javob. To'g'ri. 5-chi so'rov. 6-chi so'rov. Angliz diplomatının yazganına layık Ivan Grozny'nin doğrunda bir jolu qaysı eski kesiptin e'si öz işin öte bat atkargan, öte tez atkarganlığı turalı cezalangan. Qaysı kesip e'si? Ketdi vaqt. Kırgızistan. Bizden çok başka eserler. Cevap olsam bak Jallat deydi o'zbekcha. Javob to'g'ri. Top 3 Qirg'iziston, 1 O'zbekiston. 7-chi savol. Alisher Navoiyning bu asari boshqa asarlardan farq qiladi. Ya'ni hikoya ichida, hikoya usulida yozilgan. Navoiy bosh qahramon obraziga juda katta ma'no, mazmun yuklab, oshiqlik va shohlikning bir tanga sig'masligini ko'rsatgan. Savol: gap Alisher Navoiyning qaysi asari haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Qirg'iziston bosdi. Aybek Qirg'izboyev javob beradi. Bizning variantimiz Farhod Shirin. Farhod Shirin emas. 20 soniya muhlat. Marhamat, O'zbekiston. Javob. Sabai sayyoraga Shoh Bahrom Musa. Sabai sayyor to'g'ri javob. Uchinchi marhamat. 8-chi so'rov. Doim oq ko'ylak jana qora kostyum kiyib turgan DC qahramonining laqabatin ünlüleri yoksa içinde o'xshash tamg'alari ego bo'lgan bir so'z bilan topamizlar. Vaqt ketdi. Start.
Başlar. Bosildi. O'zbekiston komandasi. Pingvin. Javob to'g'ri. Uchu uch. 9-chi savol. Mahatma Gandiga Yapon monarxi Nichidatsu Fuji tomonidan Baku, Ketan va Bandarning haykalchalari sovg'a qilingan. Bu to'plamni Gandining 3x'i deb ham atashadi. Savol x o'rniga so'zni toping. Vaqt ketdi. Marhamat, O'zbekiston. Muhammad Amin Xorboboyev javob. Muhammad Amin, bo'shashmang. Javob maymun. Maymun to'g'ri javob. 4-3. Marhamat, 10-chi. 10-chi so'rov. Urugvaylik Ernesto Chivanton karyerasi oyoqlagandan beri echki boqadi. Chivanton bir echkisini qo'shni o'lkaning turg'unining hurmatidan laqab at uygargan. Al laqab atni sizlar unsiz kezlashgan so'z bilan atangizlar vaqt ketdi. Qirg'iziston. Qirg'iziston komandasi. Aybek Qirg'izbayev. Lionel Messi. Lionel Messi javob to'g'ri. Ha, 10 savol o'ynadik. 4-4. 4'ga 4 hisob. Возможно, bu xalqaro savol bo'lishi mumkin. Diqqat. Endi neytral savol berishimiz kerak. O'zbekiston ham Qirg'iziston ham bo'lmasligi kerak. Xo'p. Ramon Gomez de la Cerda fikricha u soyadagi so'zlarni yorug'likka olib chiqadi. Uning kumush, italyan va qo'rg'oshin kabi turlari bor. Savol nimaning vaqt ketdi? Marhamat, Sheroz kim javob beradi? O'zim javob berib ko'raman. Bering. Peromikin. Pero. Pero'ning boshqacha shartda qanday nomlari bor? Yozuv vositasi degan javob to'g'ri edi. Sizning gapingizni ham to'g'ri deb qabul qilamiz. Pero to'g'ri javob. Yozuv vositasi. Yozuv vositasi edi. 5'ga 4 birinchi raund O'zbekiston yetdi. Biz ikkinchi raundni boshlaymiz. Marhamat. Ikkinchi o'nta savol. Almashinglar, marhamat. Atrofingizda qo'llab turish kerak. Poddeska nada. Marhamat. Salom boshlaydi. Derslarmi? Ketdik. Sevinishli xabarni uqqan so'ng, radosni vesti uqqan so'ng, Dima bir umid bilan ikki qo'lning manjalarini qaychilashtirdi. Ikki qo'l manjalarini qaychilashtirdi. Dima'ning bunday qiluvchining sebebi emnida bo'lgan vaqt ketdi. Qirg'iziston. Qirg'iziston komandasi. Daniel Jo'qur. Harakat qilib ko'raylik. Bizning javob mumkin al jami papani shariatlarida suyungan. Jami emnini? Rim papasi misol. Vaqt bor 20 sekunda. O'zbekiston komandasi. Hop. Gazetada quvonchli xabar o'qidi deb tushundik. Agar kaftini qimirlatgan bo'lsa, u gazetada o'qigan quvonchli xabar
pensiya yoshini pasaygani bo'lgan, u aynan o'sha yoshda bo'lgandir o'sha paytda. To'g'ri javob. Al qiz to'ralishni xohlagan. Qizni bo'lishni xohlagan. На русском говори. Он хотел, чтобы родилась дочка. Вот qo'ldan o'sha o'mlar bor, da? Давай. Biksiga. Nurulon birinchi savoldan keyin ikkinchi savol juda oson savol. U diqqat, chetdagilar gapirmanglar. U o'zini kumiri deb Ibragimovichni aytgan. Yaqinda u Skandinaviyada ishlab chiqargan Clash of Clans o'yinini bosh personaji ko'rinishida gavdalantirildi. Otasi bo'lmish Alif Inge ham o'z vaqtida u to'p surgan jamoa sharafini himoya qilgan. Savol: u kim? Vaqt ketdi. Qirg'iziston boshi Javob Erling Haaland. Erling Haaland. Keyingi so'rov. Balalik chog'ida belgili aktrisa 6 bir tug'ani bor qahramonning rolini atlagan. Bu qahramon o'zin emniga solishtirganin bir so'z bilan topib beringizlar. Vaqt ketdi. O'zbekiston. Diqqat. Javob. Javob oz. Bizning variant Matryoshka. Vaqt bor 20 sekunda. Qirg'iziston. Erkan Safirbekov javob. Apag'ay jana JTRgacha Белоснежка Есимова. Semginov. To'g'ri javob. Sharshabiga solishtirgan. Dni недели, среда. Kommentariy: Harimi Jashur serialida Jen Ortega 7 bir tug'an o'rtovchi rolini atqarib, o'zini Sharshabiga sirdaga solishtirgan. Ha, qarsak-qani, qarsak. To'rtinchi savol. 1-0. To'rtinchi savol. 20-asrning o'rtalarida zoologlardan tashqari Amerika armiyasining X bo'linmasi 3000 ga yaqin impressionistlar, kubistlar, simvolistlar, avangard rassomlari va syurrealistlarni o'z ichiga olgan. Savol: X ni fransuzcha so'z bilan toping. Vaqt ketdi. O'zbekiston. Fransuzcha so'z kamuflyaj. Kamuflyaj. Grup 1. Topinglar işte bakalım. 5-chi so'rov. 1991-yilgi filosofiyaning tarixiga arналgan chiqarmada Ağa, men basım jasodim, eng genialni o'ylab topu deb munozzama berilib, atomga solishtiriladi. Atomga. Anteni al da bölüngüs bolup türlü ölçümlerge alemi alar, atom sınav akılga sığız türlü obrazlarda jarata alar. 20-cı kılımda payda bolgan anı tabağızlar. Vaqt ketdi. Kırgızistan komandası. Cevap. Cevap veringizler. Alisher Umaysalovning javobi. Alisher. Bizni o'zimizcha tüstü televizor. Tüslü televizor. Vaqt var 20 sekunda.
O'zbekiston javob beringlar. Bo'linglar. Mobil telefon. To'g'ri javob Lego. Oltinchi savol 1-1. 1-1. Savol qisqa, diqqat qilinglar. Suriyadagi ko'plab madaniy meroslarni vayron qilganlarga bag'ishlangan maqolada ushbu Efeslik ham eslab o'tiladi. Savol qaysi Efeslik? Vaqt ketdi. Marhamat, javob. Muhammad Amin Xolboboyev javob beradi. Marhamat. Javob Gerostrat. Gerostrat, Efeslik Gerostrat vayron qilgan. Marhamat. Keyingi so'rov. Panasonic kompaniyasi jangi modeldagi quloqchin naushnik. Quloqchinning jarlamasida, reklamasida qo'lida kley tutukchasini qarmab, o'kinib turgan atoqli insonning suratini qo'llangan. So'z qaysi inson turali bo'lsa-da vaqt ketdi. Qirg'iziston Daniel javob beradi. Van Gogh. javob to'g'ri. Ikkiyu ikki hisob tenglashdi. Biz 7-savolni o'qiymiz. 8-savolni o'qiymiz. Turkiyaning Konya viloyatining chekka qishloqlarida bir odat bo'lgan. Hali ham bor. Unga ko'ra kuyov bola to'yi bo'layotgan kelinni uyiga olib kelmasdan g'alati tuyulsa-da bir joyga olib borish odati hali ham saqlanib qolgan bo'lib, bu odatdan maqsad hayotni sevish, qadrlashga undaydi deya tushunishadi. Savol: kelin kuyovning uyiga bormasdan avval qayerga boradi? Vaqt ketdi. Farishtar. Sizlarda o'ylashga vaqt bor. Marhamat. Qabristonga olib boradi. Qabriston to'g'ri javob. Bilamanki bo'ladigan shu javob bor edi. Xo'p, hisob 3-2. 9-savol. Marhamat. Eğer siz qandaydir bir sebepten olan bir sosyallik tarmoqqa kira olmay yatsanız, sosyetga kira olmay yatsanız, elektronlik pochtamizga 1864-yılı tug'ilgan insonning familiyasini qamtigan xat keladi. So'z qaysi familiya turali bo'lib жатат? Vaqt ketdi. O'zbekiston. Oy, gapiringlar, chetdagilar, baqirib gapiryapsizlar. Javob: familiya aytishimiz kerak. Turing. Vaqt bor. 20 soniya. 20 sekunda. Kırgızistan. Javohir Sufiyev. Javohir Sufiyev. Bizning javob Alzheimer. Javob to'g'ri. Uch. Yana hal qiluvchi 10-savolni o'ynaymiz. Buyuk depressiya vaqtida AQShdagi voqealar rivoji, sekinroq gapiringlar. Buyuk depressiya vaqtida AQShdagi voqealar rivoji qiziq va shiddatli bo'lganidan emas, balki aholini ushbu mahsulotgagina pul yetganligi sababli mahsulot xaridorgir bo'lgan. Tudorlar davrida teatrlarda nega? O'rtadan qilish bo'ldi, tushirib qoldi. Mikrofon o'chib. Boshqa savol o'qimaymiz. Bo'ldi. Diqqat bo'ling, savol. 16 kilogramlik sport
giralari harbiy xizmatning bir turidagi askarlarni chiniqtirish uchun o'ylab topilgan. Savol: harbiy xizmatning qaysi turi giralarni ommalashtirgan? Vaqt ketdi. Qirg'iziston. Marhamat. Alisher Mamatov savoli javob. Javob: Artilleriyalik yadrolar. artilleriya. Bizda hozir hisob tenglashdi. Umumiy hisob 1-1. Yana almashida biz hal qiluvchi 3-o'ntali savolni o'qiymiz. Поддержка, mana поддержка kerak. Qirg'iziston поддержка. O'zbekiston. Ana Talantek boshlang. Komandalarga egilik. Birinchi so'rov. Kanadaning Edmonton shahrindagi fitness borboru belgili sportchining hurmatına birinchi mashg'u uchun qancha foizlik yengillik sunushtaydi? O vaqt ketdi. Birinchi savol. O'zbekiston qancha foizlik yengillik? Javob 23%. Vaqt bor 20 sekunda. Qirg'iziston Javob Yusufiyev javob. javob 24% bu Kobe Bryant hurmatini bo'lsin. to'g'ri javob 99%. Demak, birinchi savoldan keyin hisob 0-0. Joyida turibdi. Bo'shashmanglar. Ikkinchi savol. Hayvonlar o'rtasidagi sport o'yiniga bag'ishlangan multfilmda qizil kiyimdagi personaj bu ish qilindi jumlasini ishlatadi. Bu ish miloddan avvalgi 49-yilda qilingan. Savol: bu ishni ikki so'zda ayting. Vaqt ketdi. Marhamat. O'zbekiston. Bu ikki so'z qur'a tashlandi. Qur'a tashlandi. To'g'ri javob. 1-1 hisob. 1-0. 1-0. Biz uchinchi savolga yetib keldik. Marhamat. Üçüncü soru. 19-yılında Fransiyada konuşlarda kıdırıp işlegen karapaçılar, konuşlar ayıllarla, karapaçılar, kurucular, stratejler, cana cıgaç ustalardan gildiyası bolğan. El oğuzunda bu gildiyanı emne dep ataşkan. O vakit ketdi. Özbekistan Masonlar. vaqt var 20 sekunda. İyi tamam. Kırgızistan Aybek Qirg'izbay javob. javob Bizning o'yimizcha bu g'orlarda yondashgan. Arılar. To'g'ri javob Tour de France. Siz o'sha uchun qarapaçlar mamlakat aylanib qo'shimcha ishlar qilishgan. Bugungi kunda ham bu atalish bor. Doktor, to'rtinchi savol. Rejissyor Leslie Hardland Yulduzlar jangi Akolit serialining yaratishda
bir xil voqealarni turli xil nuqtadan ko'rsatish texnikasidan foydalangan. Savol: bunda rejissyor 1910-yilda tug'ilgan qaysi Osiyolikdan ilhomlangan? Vaqt ketdi. O'zbekiston. Muhammad Amin Xolboboyev javob beradi. Marhamat. Javob Akira Kurosawa. Akira Kurosawa to'g'ri javob. Stop, 2-1. Kino. Ha, 2-0 ekan. Eserbek Imon, keyingi so'rov. 1936-yili Oklahoma City'dagi univermagda bir ayım leydi. Azık-tulik salıngan başlığın oğlunun oyuncuk maşinasına koyup koygan. Bunu ko'rgan Silvan Goldman emniyeni oylab tapkan. Vaqt ketdi. O'zbekiston. Supermarket aravachasi. Javob to'g'ri. Oltinchi savol. Diqqat bolalar, xayoli to'planglar. 2012-yilda Britaniyalik olimlar tekshiruviga ko'ra, erkaklar va ayollarni tunda nima ko'p uyqusini buzadi degan so'rov o'tkazilgan. Ayollar uyqusini tunda eng ko'p bola yig'isi buzar ekan. Savol: erkaklar uyqusini tunda nimani ovozi ko'proq buzadi? Vaqt ketdi. Marhamat. Erkak Safarberk javob beradi. Mashinanın signali. Молодец! 3-1. Nechinchi savol? 7-chi savol 3-1. 7-chi so'rov. Esep 3-1. O'ylab topuvchi alfani alg'ash o'zinde sinab ko'rgan. Alfani chiqarib yerga tashlab tebelegan. Ondan so'ng o'zina solib, dezinfeksiyalab qayra qo'llangan. Gigiyenalik ko'zqarash bo'yicha bu qoptu. Biroq alfaning sapotin ko'rsatuvida abdan natijali bo'lgan. Alfani udalash tamg'alar bilan boshlangan ikki so'z bilan tavingizlar. Vaqt ketdi. O'zbekiston. Bolalar so'rg'ichi. Bolalar so'zkasi. 20 sekund vaqt bor. Mashinani boshqacha Erkak Safarberk hareket qildi. Javob. Aqcha banknotasi. To'g'ri javob. Kontakt linzalar. Soat nechi? 3-1 8-chi savol. Rasmoga. Soat 3-1. 8-chi savol. Sobiq ittifoqda SSSRda har bir aeroport o'zini ichki 3 harfli kodiga ega bo'lgan. Masalan, Leningradniki LED, Kuybishevniki KUF. Bu tizimda kodining nomi shahar nomidan uzunroq bo'lgan yagona aeroport bo'lgan. Savol: bu qaysi shahar deb o'ylaysiz? Vaqt ketdi. Qizil stol bosdi. Biz bilgan eng qisqa so'zli shahar bu O'sh. O'sh! O'yinlarki ko'rib bizni o'yinimiz nihoyasiga yetdi. 2-1 hisobida
O'zbekiston jamoasini tabriklab qo'yaman. Tabriklaymiz yigitlar. Endi hamma joyiga egallab tursin. Hozir taqdirlash marosimi bor bizda. 5 daqiqadan keyin boshlaymiz uni. Hala yaptın mı? Ana yapalım. Bakalım. Ya. Ne yapayım? Orada gitti kamanda var. Kamanda röportajı koyuyordu. Hayır okuramanda. Maske stolu okuyuyordu. Altı yok. Mamur olsun mamur. Yana koyuyorum ben kadar altı kamandaki vereyim. Aldım markayı olamiz. Bir çıkarız ketdik kelmeysiz. Mana komandalar ro'yxati bormi? Men berdim. Sizga. Qirg'iz komandasining sardorlari kelib ishtirok etdinglar bizga. Kapitanlar kelib ketding. Komandalarning otlarini yozib qo'ydi. Komandalarning otini chiroyli qo'ying. Yo'q, komanda saniki emas, bilan. Qirg'iziston. Chiroyli qilib yozib ber hammanikini. Yozib qo'ysa. Ana stolinglar qattiq Mana turib qo'yamiz. stolga olib tayyorlab turlaring. Qarashni taqmaymiz. Qaysi komanda? Maktab o'quvchilari. Snos bilan Andromeda. Snos и Andromeda. Maktab o'quvchilari. Ularga maktab darslaridan tuzilgan savollarni to'plab Ayarlashtirib beriladi, ayarlashtirib qo'yiladi.